kuyovi bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning katta qizi Zaynab binti Muhammadning kuyovi. Abul Os Hadicha onamizning jiyani bo'ladi. Zaynabga uylanganidan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lganidan keyin Abul Osga xotinini qo'yib qaytarib ber otasiga. Otasi shu qizlar bilan ovora bo'lib qolsin deb undan qattiq talab qilganda rozi bo'lmagan edi. Abu Lahabning ikkita o'g'liga, amakisi Abu Lahabning ikkita o'g'liga payg'ambarimizning qizlari Ruqoyya bilan Ummu Kulsum xutba qilingan bo'ladi. Payg'ambar bo'lgandan keyin ikkala xutbasi buzadi. Ol qizingni, qizingga uylanmaymiz deb payg'ambarimiz juda bir xunuk muomala qilishadi. Shularning qatorida sen ham xotiningni haydaysan deganda quloq solmagan edi. Payg'ambarimiz hijrat qildi. Zaynab binti Muhammad Makka da qolgan edi. Hal bu vaqtda mushriklarga nikohlanishlik harom emas edi. Abul Os jangga o'zini qavmidan ajrab qolish xolimay kelgan edi. Jang qilishlikka hech qanday rag'bati yo'q edi va hech qachon Makka da musulmonlarga nisbatan biror ish qilmagan edi. Abul Os ibn Robiyni ozod qilishlik uchun hech kim pul jo'natmadi. Shunda Zaynab roziyallohu anha o'zida bor narsani to'pladi-da, u to'plagan narsani ichiga nikoh kechasi kuni Hadicha onamiz hadiya qilgan monchoq, marvaratni solib qo'ydi. Payg'ambarimiz oldiga asrda ozod qilish uchun kelgan mablag' qo'yiladi. "Men falonchini fidosi" derdi. "Men falonchini fidosi" derdi. Abul Os ibn Robiyni fidosi deb qo'yishganida Zaynab yuborgan monchoqqa payg'ambarimiz ko'zi tushdi va yig'ladi payg'ambarimiz. Chunki bu monchoqni ko'rishligi bilan Hadicha onamiz yodiga tushgan edi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning birinchi ayoli Hadicha onamiz, birinchi bo'lib iymon keltirgan, payg'ambarimizga eng ko'p yordam bergan, o'zini molini Alloh va Rasululloh yo'lida fido qilgan Hadicha onamizni esladida yig'ladi. So'ngra aytdilarki, agar xohlasanglar dedi, Zaynabni asirini ozod qilinglar dedi. Agar ko'nsanglar, jo'natgan narsalarni ham qaytarib berib yuboringlar dedi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ikrom sifatida sahobalar fidosiz Abul Osni ozod qilishdi. Abul Osga ketayotganda bitta shart qo'yildi. Borganingda Zaynab roziyallohu anhoni Madinaga jo'natib yuborasan dedi. Shu shartga ko'nib Abul Os ketdi. Uyiga bordi. Zaynab roziyallohu anhoni yo'lga kerak bo'ladigan hamma narsalarni tayyorladi-da, tashqarida Makkaning tashqarisida payg'ambarimiz ikkita odamni sahobalardan ikkitasini jo'natgan bo'ladi. Zayd ibn Horisa bilan bir ansoriy edi. O'zining ukasiga olib borib topshirasan shularga dedi. Ukasi olib borib topshirdi. Shunday qilib Zaynab roziyallohu anha ham Madinaga qaytib keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Jibril kelib so'radi: "Ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, Badrda qatnashgan sahobalar boshqa sahobalar orasida qanday bir manzilati bor? Ular qanday odamlar boshqa sahobalardan dedi?" Payg'ambarimiz ular bizning eng afzallarimiz dedi. Sahobalarning eng yaxshilari dedi. Jibril ham aytdi, xuddi shunga o'xshagandek, Badrda qatnashgan farishtalar ham farishtalarning eng afzallari dedi. Bu kuni Alloh taolo Yawmul Furqon, Yawmal taqal jam'an deb nomladi. Ya'ni haq bilan botil ajragan kun bo'ldi. Bu jangda Qurayshning eng katta sayyidlari bir duf'ada qatl qilindi va bu bilan islomning shavkati azamati kuchaydi. Ansorlardan bir yosh yigit Badrda qatnashgan edi. Madinaga qaytib kelganda jang qana bo'ldi deb so'rashdi. So'rasa hali yosh yigit, "Qanaqa jang?" dedi. "Qanaqa jang?" dedi. "Bordik, uchrashdik, bari qari chollarligini topdik, chopdik qaytib keldik" dedi. Deganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unday demang dedi. "Ulaikal mala", unday demang, ular malolar dedi. Malo degan kalima o'zini qavmini eng ulug' insonlari. Ular o'zini qavmini malolari dedi. Darsimizni Abu Jahl, bu ummatning fir'avni bo'lgan Abu Jahlni maqtal haqida gaplashib tugatamiz. Abu Jahlni qatl bo'lishligi. Aka-uka uni turgan joyda zarba berib yerga yiqitganda o'lmagan edi. Mushriklar tarqab qochib ketishdi. Abu Jahl haqida xabar yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Jahl haqida xabar topib kelishni buyurdi. O'ldimi, qoldimi, mushriklar ko'tarib olib ketdi, buni hech kim bilmas edi. Shunda Allohning taqdiri.
Makkada Ibn Mas'ud roziyallohu anhu bir urib quloqni yorib tashlagan edi Abu Jahl. Xuddi shu Ibn Mas'ud roziyallohu anhu topib bordi. Abu Jahl qon oqqan, quvvatdan ketgan, qimillolmaydi, ko'z ham ko'rmay qolgan, ustida bir odamni kelganini ko'rib, "Kim yengda?" deydi. Ibn Mas'ud Alloh va Rasuli, ey Allohning dushmani dedi. G'ururni cho'qqisida zarari yo'q deydi. Zarari yo'q. Chunki meni deydi, o'zimni qavmdoshlarim qatl qilishdi deydi. Boshqalar qatl qilmadi, bu sharaf men uchun deydi. O'lyapti, lekin cho'qqisida g'ururini, kibrni cho'qqisida. Shunda Ibn Mas'ud roziyallohu anhu uni kallasini tanasidan ajratishlik uchun ustiga o'tirganida, engishganida Abu Jahlni ko'rib tanib qoldida, dedi, "Sen bizni qo'llarimizni boqib cho'ponmiding?" deyapti. Ibn Mas'ud ha desa, g'ururni qarang. Xursand bo'l, ey cho'pon, tog' ustida o'tiribsan sen deydi. Kallasini tanasidan ajratib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga sochidan ushlab so'dirab boradi. Oboradida shunday uloqtiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ey Ibn Mas'ud, bu nima?" deydi. "Kim bu?" deydi desa, "Ya Rasululloh, bu Abu Jahl" deydi. Payg'ambarimiz Allohillazi la ilaha illahu, yagona bo'lgan Allohning nomiga qasam, Abu Jahlmi bu deydi. Desa, "Vallohillazi la ilaha illahu", Allohning nomiga qasam Abu Jahl. Xursandchiligidan payg'ambarimiz sajda qiladi. So'ngra aytdilarki, bu ummatning fir'avni dedi. Asrlarni ozod qilishlik davom etdi. Asrlarning ichida qo'lida bir puli yo'qlari bor edi, faqirlari bor edi. Sofi ibn Abi Rufa ismli kishi, "Ey Muhammad, meni qo'yib yubor. Men Makkada molim bor. Shuni Makkaga borganimdan keyin sizlarga qaytarib jo'natib yuboraman" dedi. Asrlardan Abu Azza Amr ibn Abdullah. Abu Azza Amr ibn Abdullah. Bu kishi faqir edi. Faqir edi, o'zini ozod qilgani puli yo'q, yana qizlar farzandlari ko'p edi. Qizlari ko'p edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga u aytdiki, "Ey Muhammad, meni qo'yib yubor. Men faqirman, qiz farzandlarim ko'p. Agar meni qo'yib yuborsanglar, qaytib sizlarga qarshi urushmaslikka so'z beraman." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni hech qanday fidosiz, hech qanday musulmonlarga qarshi urushmadi. Lekin bu kishi keyin bu gapida turmadi. Musulmonlarga qarshi bo'lgan jangda yana bir qatnashdi, yana asir tushdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldiga olib kelganlarida yana boya gapini qaytardi. "Ey Muhammad, meni qiz farzandlarim ko'p, men faqirman, meni qo'yib yubor, qaytib sizlarga qarshi urushmaslikka so'z beraman" dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mashhur so'zlarni aytdilar hadislarini, "La yuldag'ul mu'min min juhrin marratayn." La yuldag'ul mu'min min juhrin marratayn. Musulmon kishi bitta teshikdan 2 marta chaqilmaydi. Buyurdi, olib chiqib qatl qilishdi. Abu Sufyon Badrdagi bu mag'lubiyatdan keyin Qurayshning shavkatini, sha'nini ko'tarishni xohladi va aytdiki, Madinaga urush qilmasdan turib, janobatdan yuvinmayman dedi. Ya'ni g'usl qilmayman dedi. To Madinaga borib urushib kelmaguncha. Qurayshliklardan unga yordam bergan 200 ta odam to'plandi. 200 kishini olib Madinaga Munavvaraga qarab keldi. Endi 200 kishi bilan Madinaga qarshi jang qila olmaydi. Madinaga yaqinroq joyga to'xtadida, Madinada yashayotgan yahudiylarga odam jo'natdi. Ya'ni yordam berishligiga. Hayy ibn Axtab, "Yo'q, men Muhammaddan qo'rqaman, sizlarga yordam bera olmayman" dedi. Lekin Sallam ibn Mushkim yordam berishligini aytdi. Hech kimga bildirmasdan qurol bilan yordam berdi. Madinadagi xabarlardan yetkazib turdi. Abu Sufyon ana shu xabarlarga qarab, musulmonlar ozgina g'aflatda qolganligidan foydalandida, Madinaning tashqarisida dehqonchilik qilayotgan bir qancha dehqonlarga hujum qilib, bittasini qatl qildi. Qolganlari qochib ketdi. U dehqonlardan narsalarini olib, orqasiga qarab qaytdi. Ya'ni shu bilan qasamini oqlagan bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bu xabar yetib kelishi bilan tezlik bilan qo'shinni bir jamlab, ularni orqasidan quvib chiqishdi. Bu chiqishlik G'azvatu Suvayq deyiladi. Suvayq deb nomlanishining sababi Abu Sufyon o'ziga oziqa bo'lishligi uchun xurmoni Suvayq nomli navini olib kelgan edi. Endi musulmonlar quvib ketayotganda shu yuki og'irlik qilib tashab ketgan edi. Suvayq nomli
xurmoni o'lja qilib olishganligi uchun bu g'azot G'azvatus Suvoyq deyildi. Demak, Abu Sufyon Madinaga jang qilmasdan turib, janobatdan yuvinmayman degan qasamini mana shunday qilib aqlagan bo'ldi. Shu vaqtda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining qizlari Fatima roziyallohu anhoni o'zining eng yaqin sahobasi, o'zining qarindoshi bo'lgan Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhuga nikohlab berdi. Va eng barakotli va xayrli nikoh bo'ldi. Va ana shu vaqtda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qizlari Ruqoya, Usmon roziyallohu anhuning qizlari Ruqoya payg'ambarimiz Badrdan qattiqcha vafot qildi. Usmon roziyallohu anhu payg'ambarimizga kuyovlikdan uzilib qolganidan qattiq qayg'urganda, Ruqoyadan keyingi qizi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ummu Gulsumni Usmon roziyallohu anhuga nikohlab berdi. Suvoy g'azoti Hijratning 2-yili Shavvol oyida bo'ldi. Endi Shavvol oyidan keyin Zulqa'da, Zulhijja, Muharram oylari keladi. Bu oylarda jang qilish mumkin emas. Demak, hech qanday bir harakat bo'lmadi. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.